Nima dedingiz? Yurganimi? 3 kun yurgan. 3 kun yurgan. Bo'shdingizmi? Hurmatli Nexia 2 so'ragan aziz obunachilarimiz, juda ko'pchilik Nexia 1, Nexia 2 lardan bo'lsin deb kommentariy yozyapti. Biz arzonlarini, chiroyli holatdagini topib sizlarga obzor qilishga harakat qilyapmiz bozor bo'yicha. Tak, necha pul bu? 28 so'rab. 28 so'rayapsiz. 28 ga balandroq tirikchilikda-da. Akamiz shuni izdan rizq topadilar, shuning uchun chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Endi bu bunday qilamiz aka. Qo'lda berasiz. 20 qilib qo'yamiz. Kam bo'ladimi? Ha, kam bo'ladimi? Ha, shunday. Mashina mana motoriga, hadoviga kamchiligi yo'q uni. Chaqa chiqsa kuzovga ishi bo'lishi mumkin. Bozorni yuraveradi olgan odam, farqi yo'q. 20 kam bo'lsa, 25 mi ko'ngil? Yo'q. Ha? 24 qilib beramiz obunachilarga. Ha, 24 oxiri. Generalni bo'ladi 100%. Dokument berishga muammo yo'q. Bunday qilaylik, qarang, 24. Agar 5 million so'm puli bor odamga ham 5 million nomiga bank qilib beramiz, yozib. 5 million so'm pulga kelsa. Yetadi. Любой dokument bo'laveradi. Klient xohlaganday. Agar 5 million so'm puli bo'lsa, Nexia 2 olib minaman degan azizlarimiz bo'lsa, bank ham bo'lar ekan. Shuni bunday qilaylik. Endi qo'lingiz ushlaganiga yarasha bir 500 ming so'm o'tib bering. 23,5 qilib qo'yaylik, ha? 23,5 bo'lsa mana. Oxiri 23,5. Kimga qiziq bo'lsa, agar mashinani ko'rasizlar, yoniga kelib gaplashasizlar, bir yaxshi inson akamiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Stalin Civic Nexia 2 30% da kraskasi bor deyilyapti. Ko'rib tekshirib olasizlar. Hozir o'zimiz ham bir qaraymiz. Ha. Demak, yurgani 3 kunlik 3000 kilometr probegda ekan. Balon holatlari ham yaxshi, ko'p bunday charchab qolgan balonlar emas. Yoqilg'isi metan, ha, yoqilg'isi metan. Benzinga ham yurar ekan.